2026 yilgi Chevrolet Damas modeli shahar hayoti uchun mo'ljallangan ixcham va amaliy avtomobil sifatida yana yangilangan ko'rinishda taqdim etilmoqda. Bu model kichik biznes egalari va katta oila uchun qulay transport vositasi bo'lib qolmoqda va endi zamonaviy texnologiyalar bilan yanada yaxshilangan tashqi dizayni oddiy va funksional bo'lib, yangi LED chiroqlar va qayta ishlangan old bamper bilan yanada zamonaviy ko'rinish beradi. Uning ixcham o'lchamlari tor ko'chalarda harakatlanish va parkovka qilishni osonlashtiradi. Yangi Damas 2026 modeli kuchliroq va samaraliroq dvigatel bilan jihozlangan. Unda butun 8 litrli benzinli dvigatel bo'lib, u yaxshilangan yonilg'i tejamkorligi va barqaror ishlashni ta'minlaydi. Dvigatel taxminan 45 dan 50 ot kuchigacha quvvat ishlab chiqaradi va bu shahar ichida yuk bilan harakatlanish uchun yetarli hisoblanadi. Avtomobil mexanik uzatma qutisi bilan taqdim etiladi. Bu esa oddiylik va arzon texnik xizmat ko'rsatishni ta'minlaydi. Ichki qismi keng va sodda dizaynga ega bo'lib, bir nechta yo'lovchi yoki yuk tashish uchun moslashtirilgan o'rindiqlar qulay va uzoq safarlar uchun ham yetarli darajada ergonomik hisoblanadi. Yangi modelda yaxshilangan konditsioner tizimi mavjud bo'lib, issiq havoda ham salqinlikni ta'minlaydi. Shuningdek, oddiy infotainment tizimi va usportlar qo'shilgan. Bu esa haydovchi va yo'lovchilar uchun qulaylik yaratadi. Xavfsizlik jihatidan 2026 Chevrolet Damas asosiy talablarni qondiradi. Unda xavfsizlik kamarlarining yaxshilangan tizimi, kuchliroq kuzov konstruksiyasi va tormoz tizimi mavjud. Ba'zi versiyalarda ABS tizimi ham taklif qilinadi. Bu esa favqulodda vaziyatlarda avtomobilni boshqarishni osonlashtiradi. Yuk tashish imkoniyatlari ushbu modelning eng katta afzalliklaridan biridir. Orqa qism keng bo'lib, kichik biznes uchun mahsulot tashishda juda qulay. O'rindiqlarni buklash orqali yanada ko'proq joy hosil qilish mumkin. Bu esa avtomobilni ko'p funksiyali qiladi. Yoqilg'i tejamkorligi ham e'tiborga molik bo'lib, u iqtisodiy foydalanadi.